Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan har doimgidek Usta Jamshidbek. Bu ishimiz ham Namangan viloyati Baymoq qishlog'ida bitkazilayotgan ishimizdan biri. Inshaalloh bu ishimizni ham bir ko'rib baho berasizlar. Bu ishimiz 037 tunikasiga bo'lyapti. Oq tillarang mokri tunikalariga bo'layotgan ishimizdan biri. Mana ko'rib bir baho berasizlar inshaalloh. Bu tomonlar ko'rib bir baho berasizlar. Mana joylariga e'tibor berib qo'yasizlar. Inshaalloh. Juda ham chiroyli. Yapti. Ana ustamiz, Usta Iqboljon. Usta Iqboljon. Ana. Bemalol ana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga ana shogird boladan ham bitta. Qochmang. Sizga qanday fikr bor? Obunachilarga nima deysiz? Tunikafon bo'lsa qatirib berasizmi? Nimaga qachyapsiz? Mana bitta ko'rib baho berasizlar. Ana chiqaraman deyapti, lekin chiqadi. Iloji yo'q. Chiqadi. Ha, betlari ham bo'ladi inshaalloh. Burchaklari. Alohida e'tibor berasizlar. Ha, YouTube'ga chiqarib olmayman deyapti shogird bola. Mana. Buni burchagiga ham bitta e'tibor berasiz. Siz Jahongir? Bo'ldi, cho'tki chiqasiz, jonim. Ayva qilib qo'ying.